Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xush kelibsizlar kanalimizga. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz Neoline kompaniyasini 7700S Black modeli bilan Silverstone kompaniyasini Doppler Pro Wi-Fi detektorlarini sinab ko'ramiz. Xullas, hozir biz Toshkent shahardan uzoq safarga chiqib ketyapmiz. Qashqadaryo shahri Shahrisabz tumanigacha boramiz ikkita detektorda. Qani qaysi biri bizga yaxshi ishlab beradi, natijasi qaysi biriniki yaxshi? Xullas, Neoline detektor 7700S $160 sotuvda, Silverstone kompaniyasining Doppler Pro Wi-Fi $200 sotuvda. Qani bu ikkita detektorni, mashhur detektorni sinab ko'ramiz sizlar bilan bugun. Qani bo'lmasam biz boshladik. Albatta like bosing, esdan chiqmasin. Shahardan chiqib ketishda birinchi Lochinga kelyapmiz. Kuzatamiz. Ba'zi orqali ikkalasi ham ogohlantirdi. Lochin. Gap yo'q. Bir xil. Gap yo'q, bir xil. Mana shu Lochin. Keyingi Lochinga kelyapmiz. Снижайте скорость. Ba'zi orqali ikkalasi ham ogohlantirdi. Kuzatamiz. 400. Tezlikni pasaytiring. 200. Lochin. Ko'rdinglarmi? Natijan ko'rdinglarmi? Mana tepada tur. Davom etamiz. Xafachilik bo'lmasin, uzr so'rayman ming bor, chunki GoPro'ni uzib olmasam GoPro qizib ketadi, chunki juda uzoq joyga ketyapmiz, yaqin masofa emas ketayotgan manzilimiz. Shuning uchun kadrni uzib ko'rsataman. Davom etamiz. Joydagi Lochinni ko'rmoqchi edim. Kuzatamiz. Qaranglar. Lochin. 370 metrdan deteksiya. 400 metr qoldi deyapti. Tezlikni pasaytiring. 7700 bilib ushladi o'zi. Dopplerdan chiqadi. 200. Lochin. Mana bu faktda haqiqatan ham Neoline detektor bizga yaxshi ishlab berdi. Mana tepada turibdi. Natijani ko'rdilar. Davom etamiz. Qarava Sirdaryoni ko'prikdan tushyapmiz. Chap qo'lda yangi radar bor. Kuzatamiz. Qaysi birinchi bizga Kordon. bor. Eshitdilaringmi? Kutamiz. Камера на 80. Атом. Kamera 70. Kim baribir 7700 Black oldinroq ogohlantirdi bizda. Ana chap qo'lda turibdi. Xullas, hozir oldimizda avtokon radari bo'ladi. Orqa tarafdan boryapmiz avtokonga. Qani 7700S Black modeli bilan Doppler Pro Wi-Fi'ni ko'ramiz ishlashini. Qaysisi